Assalomu alaykum Yosh onalar klubi kanalini hurmatli kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana bitta yangi videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar uchun ajoyib bitta qo'llanmani tayyorlab keldim. Inshaalloh farzandingizning nutqi chiqishiga anchagina yordam bo'lishiga umid qilib qolaman. Chunki bu o'zimning farzandlarimga yordam bergan qo'llanma hisoblanadi. Buni yaqinda chiqartirib oldim. Kerakli kartinkalarni internet yordamida topib, kompyuterdan chiqartirib, ustini laminatsiya qildirib qo'yganman, yomon bo'lib ketmasligi uchun. Xo'sh, bu yoqda nimalar bor? Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Nutqi kechikayotgan bolalarda bilamizki, ongida ham, ya'ni tushunchalarda ham muammo bo'ladi. Chunki bola tushunsa, u yaxshi gapiradi. Xo'sh, bugun qanaqa kartochkalarni birgalikda ko'rib chiqamiz? Taqqoslashni o'rganamiz. Taqqoslash desa bo'ladimi yoki qarama-qarshi sifatlarni, jihatlarni va yana joylashuvlarni ham o'rganamiz. Aynan shu mavzular bolani nutqini yanada rivojlantirishga, yanada chiroyli, to'liq va to'g'ri gapirishga, hattoki grammatikani to'g'ri tuzishga ham yordam beradi. Kelinglar, buni qanaqa qilib bolaga o'rgatishni sizlarga gapirib bersam. Tinch xonaga, bo'sh stolga bolani o'tkazib, qarshisiga bittagina kartinkani qo'yasiz va tushuntirishni boshlaysiz. Bu idish. Avvalambor savol berasiz. Agar u o'zi gapiradigan bola bo'lsa, bu nima deysiz? Idish deydi. U qanaqa deb so'raysiz. Aynan shu savol. U qanaqa yoki u qanday? Keyin javob bo'lmagandan keyin o'zingiz aytasiz. Bu bo'sh idish. Qara, ichida hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q, bo'sh idish. Bu idish bo'sh deya tushuntirib, emotsiya bilan tushuntirasiz va bunisichi nima bor? Bu idishda nima bor deysiz. Olma bor deydi. Ha, olma bor. Demak, bu idish to'la. Bu idish to'la. Bu idish bo'sh. Keyin so'raysiz, qaysi idish bo'sh? Ko'rsatadi. Qaysi biri to'la deysiz va bunisini ko'rsatadi. Shu tariqa bolaga o'rgatishni boshlaysiz. O'rgatishdagi eng muhim sizdan talab qilinadigan jihat bu sabrli bo'lish va yuz ifodalaringiz, ya'ni shu emotsiya bilan, juda ham kuchli emotsiya bilan tushuntirish kerak. Shunda bolaga osonroq kiradi. Oddiygina bo'sh idish, to'la idish emas, balki bu idish bo'sh, buning ichida hech narsa yo'q. Bu idish to'la, ichida to'la olma bor deb shu tariqa tushuntirishni boshlaysiz. Xo'p, hozir oxirida qaytamiz. Keyingisi, bu yerda sovuq va issiq tushunchasini bolaga beramiz. Qara, bu qanaqa? Avvalambor bu kim deysiz. O'g'il bola qiz bolaligiga qarab ajratadi. Agar ajratishni bilmasa, sovuq issiq tushunchasi bilan birgalikda o'g'il bola va qiz bola tushunchasini ham o'rgatib ketasiz. Umuman o'g'il bola, qiz bola tushunchasini bola 3 yoshida bilishi kerak. O'zini jinsi qandayligini va o'g'il bola va qiz bola nimalar bilan farqlanishini, uni qanday tushuntirish esa sizni xohish istaklaringiz va fantaziyalaringizga bog'liq. Misol uchun, men qiz bolani sochi uzun bo'ladi, qiz bola ko'ylak kiyadi deya tushuntirgan bo'lar edim va shunday tushuntirganman. Xo'sh, bu qiz bola. Bu qiz bola birinchi kim savolini berasiz? Qiz bola degandan keyin nima qilyapti degan savolni berishingiz mumkin. Misol uchun, varrak o'chiryapti. Keyin so'raysiz, issiqmi, sovuqmi? Keyin aytasiz, mana qo'lida yengi yo'q kiyimini. Demak, bu issiq, yengil kiyingan, issiq, varrak o'chiryapti. Demak, bu yozda issiq deya tushuntirasiz. Bunisi esa sovuq, qara, kurtka kiygan, etik kiygan, zontik, yomg'ir yog'yapti. Demak, sovuq deya tushuntira boshlaysiz. Keyingisi, buni ham oxirida qilamiz. Bu yerda kir va toza tushunchalari xuddi hozir aytganimdek, kir, qara, kir bo'lgan. Bu bola kir. Bu toza, bu bola toza, qara kiyimlari, toza yuzlari, toza deya emotsiya bilan tushuntirasiz. Xo'p, keyin ekan, keyingi tushunchamiz bu katta va kichkina. Qo'llaringiz yordamida bu baliq, bu nima? Avvalambor bu nima? Nimaligini aytganidan keyin, misol uchun ranglarimizni yana so'rashingiz mumkin. Qanaqa ranglar bor, agar u rangni biladigan bo'lsa. Va keyingi 3-bosqich uni qandayligi. U qanday? Katta. Bu baliq katta. Bu baliq kichkina deya misol uchun shunaqa tushuntirishingiz mumkin. Bu meni fantaziyalarim. Bolangizga qanday tushuntirish, bu sizni fantaziyalaringizga bog'liq. Keyingisi, ho'l. Avvalambor o'g'il bola, qiz bolaligi. Bu kim? Umuman bu kim? Misol uchun bola yoki o'g'il bola. U nima qilyapti? U cho'milyapti. Cho'milyaptidan keyin u qanaqa? U qanday? U ho'l. Mana bitta
qo'llanma yordamida 3 xil savol berish mumkin ekan. O'zi bundan ham ko'p savol bersa bo'ladi. Umuman asosiy savollari 3 xil savol bersa bo'lar ekan. Bu bolangizni qaysi bosqichdaligiga bog'liq. Misol uchun hozir men so'rayotgan u qanaqa savolim bu o'sha gapirib ketgan, lekin nutqida va aqlida birozgina hali tengdoshlariga yetib olmagan bolalar uchun. Agar lekin sizni bolangiz hali 0 bo'lsa, ya'ni endigina oyi, ada yoki birorta ber, kel so'zlarini ishlatayotgan bo'lsa, demak unga avvalambor ichki lug'atini to'ldirasiz. Bu kim savolini berish orqali misol uchun. Keyin esa nima qilyaptiga o'tiladi, ya'ni grammatikaga nima qilyapti, cho'milyapti, artinyapti. Ularni ham yaxshi bilib olgandan keyin esa u qanaqa, endi uni holatini so'raymiz. U ho'l, u quruq, shu kabi bolaning nutqini boyitib boramiz. Bu yerda yosh va qari tushunchasi, fantaziyalarga qarab o'zingiz aniq qilasiz. Bu yerda og'ir va yengil. Buni ko'rsatib bersangiz bolada yaxshiroq esda qoladi. Tosh yoki yuzda misol uchun gantel bo'lsa 1 kiloligi yoki yengilroq qo'liga berib, qara bu og'ir yoki bu yengil pat berib, yengil deb yoki birorta yengil narsani berib ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Xo'sh, qattiq va yumshoq tushunchasi buni ham xuddi shunaqa holatda ko'rsatib berib tushuntirsangiz bolani aqlida yaxshiroq qoladi. Bu kim deymiz birinchi? Qiz bola. U nima qilyapti? U yig'layapti. U kulyapti. Endi u qanaqa? U xafa. U xursand deya unga tushuncha bersak bo'ladi. Xo'sh, yana biror ozgina narsa tayyorlab kelganman. Videoning ikkinchi qismiga o'tsak ham bo'ladi. Xo'sh, bu tushunchalar berib bo'lindi. Endi joylashuv tushunchasi. Bu ham juda ham muhim. Hech farzandingizga biror narsani olib kelib berishini so'raganingizda uni topa olmaganini guvohi bo'lganmisiz? Katta ehtimol bilan bo'lgansiz. Ya'ni u oldida, tagida, yonida, mana bu xonada, orqasida yoki ichida degan tushunchalarni katta ehtimol bilan yaxshi ajrata olmaydi. Ana shu tushunchalarni o'rgatamiz. Ichkarida, tashqarida. Bu kuchuk uyning ichida. Bu kuchuk esa uyning tashqarisida. Shu kabi tushunchalarni beramiz. Mana bu kartochka yordamida tepada va pastda tushunchasini tushuntirishimiz mumkin. Bundan tashqari, boya aytganimdek, real narsalar bilan ko'rsatib bersangiz, rasm bilan birgalikda bolani xotirasida yaxshiroq qoladi. Bittagina stulni olib kelib, tepasiga chiqarib bolani yoki o'zingiz chiqib, "Men tepadaman, men tepaga chiqdim" deyishingiz mumkin yoki stolni tagiga kirib olib, "Men pastdaman" deyishingiz mumkin. Xuddi mana shu ichkari tashqarini ham eshikni ochib yopib tushuntirib bersangiz bo'ladi. Mana bu kartochka yordamida ustida, ichida, mana qaranglar, har xil narsada sichqon va qushning holatlari tasvirlangan. Qo'ziqorinning ustida qush, sichqon qo'ziqorinning tagida. Qush daraxtning ustida, sichqon bargning tagida. Xuddi shu singari tushuntirib bersangiz bo'ladi. Ayniqsa mana shu kartinka bolalarimga juda ham qiziqarli tuyuldi. Sizlar ham foydalanib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, keyingisi. Bu ham ustida tagida tushunchasi uchun o'quv qo'llanma. Xo'p, ustida tagida tushunchasini o'rgatib olganingizdan keyin aynan mana shu kartochka qo'llanma yordamida bitta o'yin o'ynasak bo'ladi. Xo'p, kubikning tagida nima bor? Kubikning tagida bokal bor. Bokalning tagida nima bor? Bokalning tagida dengiz ochchasi bor. Yoki bokalning chap tarafida nima bor? Kiyim bor. O'ng tarafida-chi? Konfet. Shu kabi joylashuvlarni o'rgatishingiz mumkin. O'ng chapni o'rgatishda esa eng yaxshi usul bu qo'llar. Bolani qo'llari yordamida o'rgatishingiz mumkin. Biz musulmon bo'lganimiz uchun, umuman O'zbekistonda ko'pchilik aholi musulmon bo'lgani uchun bolalar juda kichkina paytidan o'ng chapni ajrata olishadi. Ya'ni ovqat yedirayotganda o'ng qo'lingda usha deb ko'pchilik kichkina paytdan o'rganib oladi. Xo'sh. O'ng chapni ham o'tdik. Aytgancha hozir men sizlarga tez aytib ketyapman, lekin bularni bolaga o'rgatish bu darajada tez bo'lmaydi. Hammamiz yaxshi bilamiz, bolalarga o'rgatish juda ham qiyin. Bolani o'tkazib olib, mana bir marta ko'rib chiqishga necha daqiqa vaqt ketadi? Taxminan 10 daqiqa. Bir marta hammasini ko'rib chiqamiz. Bitta kartochkaga taxminan 1 minutdan vaqt sarflang, undan ko'p emas. Va bo'ldi, bolani tinch qo'yamiz. O'yinchoq o'ynash birgalikda yoki ovqatlantirish, sayrga chiqish. Shu tariqa kun davomida 2 marta yoki 3 marta takrorlaymiz. Va bir hafta 10 kun o'rgangungacha bu davom etadi. Qancha mustahkamlab borsangiz, shunchalik tez o'rganadi. Bu yerda neyrogimnastika uchun qo'llanmalar chiqartirdim. Bu qanday amalga oshiriladi? Bolani ko'rsatkich barmoqlarini ko'rsatishini so'rab, qo'lingiz bilan qo'lidan ushlab birinchi ko'rsatib berasiz qanaqa qilish kerakligini. 10 martacha ko'rsatib berasiz. Hozir bu sirpanayotgani uchun yaxshi ko'rsata olmadim. Mana taxminan
shunaqa qilib ko'rsatib berasiz. Keyin ushlab turib 10 marta ko'rsatganingizdan keyin ushlab turasiz. Bolani o'zi yurgizadi. Buni qanday foydasi bor? Neyrogimnastika mashqlari, bilamizki, miyada ikkita yarim shar bor, o'ng va chap miya yarim sharlari. Ana shu o'ng va chap miya yarim sharlarini baravariga ishlashga yordam beradi. Qo'llanma bu yil fasllari va u yerda qaysi faslda qanday voqealar sodir bo'lishi ko'rsatilgan. 3-4 yosh bolalar yil faslarini bilishi kerak. Shu uchun aynan buni ham chiqartirib farzandlarimga o'rgatishni boshladim. Endi sizda savol tug'ilishi tabiiy, bularni qayerdan olamiz hammasini deb. Men bularni barchasini o'zim tayyorladim va aynan mana shu rasmlarni Telegram chat guruhimga tashlab qo'yaman. Telegram chat guruhimga ссылка esa videoni tagidagi описание, ya'ni tavsif qismida turadi. Ana shu yerdagi ссылка yordamida bemalol Telegram guruhimga o'tishingiz, a'zo bo'lib olishingiz mumkin va aynan mana shu kartochkalarni, qo'llanmalarni chiqartirib farzandingiz bilan shug'ullanib, uni nutqiga va aqliga rivojlanishiga yordam berishingiz mumkin. Bundan tashqari chat guruhimda farzandini aqli va nutqida nuqsoni bor onajonlar yig'ilgan, ular o'zaro maslahatlashishadi, bir-biri bilan savollar almashishadi va suhbatlashishadi, dardlashishadi. Bemalol obuna bo'lib olishingiz mumkin. Bundan tashqari iltimos, videomiz birozgina ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, do'stlaringiz bilan ulashib qo'yishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Bu kanalimiz rivoji uchun qo'shgan hissangiz bo'ladi. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, kommentariyada fikringizni izohlarda yozib qoldiring va men yana shunaqa videolar tayyorlashga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.